Assalomu kengash a'zolari, qattiq ketganlar, Zoom tomonidan ishtirok etganlar, vaqt tomonidan 25 soatda topshirilgan. Shundan 14tasi zalda, 4tasi Zoom bo'yicha qatnashyapti, 18ta odam. 18ta qatnashyapti. Ochishga vaqtlarimiz yetarli. Nima deysiz? Agar rozi bo'lsanlar, masalan, tasdiqlab berishinglar so'rayman. Qarshi bartaraf yo'q. Zoomdagilar rozimisizlar? Rahmat. Rozimiz. Bunda kun tartibida bitta masala qo'yilgan, yana bitta turli masalalar bor. Lekin hozirda kun tartiblariga tarqatilgan. Bu ham bo'lsa, nima savdoda hayot tomonidan falsafa doktor eleksiyasi, urug'chilik yönel mutaxassis ehligi dissertatsiya muhokamasi davolashga noma'lum. Mana shunday. Mutaxassis boshqa yerda bo'lmasa, yana pasport berish bilan ko'ramiz. Qarshi tarafdan og'izdan topshiradi. Endi shuni faoliyatini tashkil biz ilmiy fakultetda hal Assalamualaikum. Hadirin kengash raisi, kengash a'zolari. Sodiqova Ozodxon Hayotjon qizining turli genealogiyaga ega muzokaralar asosida qimmatli seleksion ashyolarni yaratish mavzusidagi dissertatsiya ishi bo'yicha tayyorlangan hujjatlar mazmuni yuzasidan qisqacha ma'lumot. Sodiqova Ozodxon Hayotjon qizi 1993-yil 8-noyabrda Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy. 2019-yilda Toshkent davlat agrar universitetining meva-sabzavotchilik va uzumchilik mutaxassisligi bo'yicha bakalavr. 2021-yilda Toshkent davlat agrar universitetining himoyalangan yer meva-sabzavotchiligi mutaxassisligi bo'yicha magistr yo'nalishlarini tugatgan. U 2013-2015-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti axborot va texnik ta'minot bo'limi texnik elektronchisi lavozimida faoliyat ko'rsatgan. 2022-2024-yillarda paxta seleksiyasi urug'chilik va yetishtirish agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktorandi bo'lgan. Hozirgi kungacha paxta seleksiyasi urug'chilik va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti genetikasi sitologiyasi laboratoriyasi kichik ilmiy xodimi lavozimida faoliyat ko'rsatmoqda. Falsafa doktor dissertatsiyasi mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi byulletenida e'lon qilingan 2022-yil 4-sonida. Dissertatsiya ishi paxta seleksiyasi urug'chilik yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti ilmiy usuliy kengashida muhokama qilingan va ijobiy baholanib, uni 06/01/05 seleksiya urug'chilik ixtisosligi bo'yicha dissertatsiya himoyasi tarzida himoya uchun tavsiya etilgan. Dissertatsiya ishi shu institut huzuridagi ilmiy kengash ilmiy seminarida 31-yanvar 2025-yilda muhokamada o'tkazilgan va tegishli ixtisoslik bo'yicha himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Talabgor tomonidan malakaviy imtihonlar topshirilgan. Asosiy imtihonlar demak, seleksiya urug'chilik ixtisosligi bo'yicha 84 ball, chet tili, ingliz tili 60 ball topshirilgan va qo'shimcha ravishda bozorlarshunosligi va narx yangilash fanidan, qishloq xo'jaliklari seleksiyasi urug'shunosligi va yetishtirishning zamonaviy agrotexnologiyalarining ilmiy asoslari fanidan hamda boshoqli don, sabzavot va polizekinlar yetishtirishda innovatsion texnologiyalar fanidan qo'shimcha malakaviy imtihonlar topshirilgan. Demak, dissertatsiya tadqiqotlari natijasi olingan natijalarni amaliyotga joriy etish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi joriy etish ma'lumotnomasi olingan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 13 ta ilmiy ish nashr etilgan, ulardan 5 ta mahalliy jurnallarda, bitta xorijiy jurnalda maqola chop etilgan hamda
4 xalqaro, 3 mahalliy anjumanda tezislar nashr etilgan. Mualliflar Sodiq va Ozodaxon Hayotjon qizining shaxsiy hujjatlari jildida qolgan barcha hujjatlar keltirilgan, rasmiylashtirilgan. Evet. Vallahi bo'yicha kimlar qanday savollar bor? Faoliyat haqida savollar bormi? Zoom'da qatnashayotganlardan bormi savollar? Yo'q, ha? Yo'q. Anladim, tushunarli. Rahmat. Bunda ma'lumot uchun O'zlashda qanday ishlatilgan yigirmagacha qancha vaqt? 20 balki doğrudan tatlı görüşünü kolay. Aşı performansı. Onda da 20 minutta hareket. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari. Sizlarning e'tiboringizga turli genealogiyaga ega g'o'za turagaylari asosida qimmatli seleksion ashyolarni yaratish mavzusi bo'yicha dissertatsiya taqdimotimni namoyish etmoqchiman. Ilmiy rahbarim qishloq xo'jalik fanlari doktori akademik Namazov Shadman Ergashevich. Taqdimotimni boshlaydigan bo'lsam, tadqiqotning dolzarbligi paxtachilik konsultativ komiteti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda so'nggi 10 yillikda paxta tolasini yetishtirish hajmi 4% ga oshgan bo'lishiga qaramasdan, tola hosildorligi 1% ga kamaygan. Dunyo bo'yicha o'rtacha 761 kilogramm gektariga bo'lib, Xitoy, Avstraliya, Braziliya, Isroil, Turkiya, Meksika davlatlari yuqori tola hosildorligi, O'zbekiston esa paxtachilik rivojlangan davlatlarga nisbatan qariyb 2 barobar past, ya'ni 655 kilogramm gektariga tola hosildorligiga ega. Sababi g'o'za genofonidagi mavjud yuqori tola chiqimiga ega namunalarni seleksiyaga jalb etish qoniqarsizligi hamda aksariyat g'o'za navlarining tor genetik asosga egaligi va genotipi o'xshashligidadir. Respublikada rejalashgan g'o'za navlaridan tola hosildorligi va sifati hamda boshqa belgilari bo'yicha ustun bo'lgan genetik jihatdan boyitilgan navlarni yaratish uchun genofonddagi madaniy va yovvoyi namunalarni turli turagaylash uslublaridan keng foydalanishni taqozo etadi. Shuning uchun turlararo turagaylash, ya'ni integressiv seleksiya uslubidan keng foydalanish, yovvoyi turlarga xos ijobiy belgilarni turagaylarda irsilanish, o'zgaruvchanligi va shakllanish qonuniyatlarini o'rganish orqali xo'jalik uchun qimmatli belgilarning ijobiy majmuasiga ega seleksion navlarni yaratish dolzarb hisoblanadi. Tadqiqotimizning maqsadiga o'tadigan bo'lsak, turli genealogiyaga ega integressiv g'o'za tizmalarini sitogenetik tahlilni o'tkazish va ayrim xo'jalik uchun qimmatli belgilar bo'yicha umumiy va maxsus kombinatsion qobiliyatini baholash duragaylarda belgilarning irsilanishi, o'zgaruvchanligi va shakllanishini o'rganish asosida ularning ijobiy majmuasiga ega boshlang'ich ashyolarni yaratish hamda amaliy seleksiya jarayonida foydalanishni tavsiya etishdan iborat. Tadqiqotimizni vazifalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, turli genealogiyaga ega integressiv g'o'za tizmalari hamda ular ishtirokida yaratilgan duragaylarni sitogenetik tahlilini o'tkazish, integressiv seleksiya usulida yaratilgan turli genealogiyaga ega g'o'za tizmalarni donorlik qobiliyatiga jalb qilgan tester navi yordamida baho berish, yangi yaratilgan F1, F6 integressiv g'o'za turagaylarida ayrim xo'jalik uchun qimmatli belgilarning irsilanishi, o'zgaruvchanligi, shakllanishi va o'zaro korrelyatsiyasini o'rganish hamda belgilarning ijobiy majmuasiga ega rekombinantlarni ajratib olish. Tabiiy dala sharoitida integressiv g'o'za tizmalari hamda ular ishtirokida yaratilgan duragaylarning daxliy klip zamburug'iga tolerantligini aniqlash. Belgilarning ijobiy majmuasi bo'yicha genetik jihatdan boyitilgan noyob g'o'za donorlar va boshlang'ich ashyolarni aniqlash hamda amaliy seleksiya jarayoniga tavsiya etishdan iborat. Tadqiqotimizni obyekti biza tadqiqotlarimizda boshlang'ich ashyo sifatida turlararo duragaylash uslubi orqali yaratilgan jarqo'rg'on navi va 17 ta quyidagi integressiv g'o'za tizmalarimiz va andoza S6524 va F1, F6 duragaylardan foydalanganmiz. Keyingi jadvalimizda biza boshlang'ich ashyo sifatida foydalanilgan ota-ona shakllar va ularning kelib chiqishi ko'rsatib o'tilgan. Keyingi tasvirimizda esa ayrim o'sha foydalanilgan ashyolarimizni genealogiyasi, ya'ni kelib chiqish tasvirini keltirib o'tganmiz.
Tadqiqotimizning usullari biza to'pkross chatishtirish orqali kombinatsion qobiliyatga baho berish, dominantlik darajasini aniqlash, tahlil qilib patogeniga bardoshlilik, sitologik tadqiqotlar va katta va kichik tanlamalarda ishlovdan o'tkazilgan uslublardan foydalanganmiz. Tadqiqotimizning ilmiy yangiligi turli genealogiyaga ega g'o'za tizmalari ishtirokida yaratilgan F1 duragaylarda meyozni metafaza bir bosqichida normal yopiq bivalentlar bilan bir qatorda ochiq bivalentlar ham paydo bo'lishi, gomologik xromosomalar o'rtasida farqlar borligi natijasida xromosomalarning to'liq konjugatsiya yuz bermasligi hamda duragaylarning F2, F4 avlodida paydo bo'ladigan turli xil og'ishlarga ega genotiplarni chiqitga chiqarish orqali meiotik bo'linishning barqarorlashuviga erishish mumkinligi aniqlangan. O'rganilgan integressiv F1 g'o'za duragaylarida xo'jalik uchun qimmatli belgilar bo'yicha ijobiy va salbiy, oraliq, to'liq va o'ta dominantlik tarzidagi irsilanish yuz berishi, F2 F6 avlodlarda esa toli chiqimi, uzunligi, bir dona ko'sakdagi paxta vazni, ming dona chigit vazni kabi belgilarni ijobiy majmuasini bitta genotipga mujassamlashtirish rekombinantlarni paydo bo'lish ehtimoli yuqori bo'lishi tasdiqlangan. Integressiv duragaylash uslubi orqali tez pishar, toli uzunligi bilan toli chiqimi va bir dona ko'sakdagi paxta vaznining yuqori darajadagi o'rta va kuchli ijobiy korrelyatsiyaga ega rekombinantlarni ajratib olish mumkinligi isbotlangan. Tadqiqotlar natijasida andoza S65-24 naviga nisbatan paxta hosildorligi 105%ga, toli hosildorligi 107-7%ga, 2-3 kunga tez pishar, toli chiqimi 5-6%ga, solishtirma uzilish kuchi 1/8ga, toli uzunligi 1-1,5 mm va 1000 dona chigit vazni esa 5-6 grammga yuqori bo'lgan quyidagi kombinatsiya asosida hayot navi yaratilib, navning xo'jalik uchun qimmatli belgilar majmuasi bo'yicha boshqa navlardan genetik jihatdan farqlanishi tasdiqlangan. Tadqiqotning amaliy natijalari turlararo duragaylash uslubi orqali andoza S65-24 naviga nisbatan yuqori hosildor, tez pishar va toli chiqimi yuqori bo'lgan genetik jihatdan boyitilgan yangi quyidagi g'o'za oilalari va tizmalari va turlararo duragaylash uslubi orqali yaratilgan quyidagi kombinatsiyadan genetik jihatdan boyitilgan o'rta tolali g'o'zaning yangi hayot navi yaratilgan. Keyingi jadvalimizda Jarqo'rg'on navi ishtirokida olingan F4 F6 duragaylarning xromosomalar konjugatsiyasi ko'rsatib o'tilgan. Biz bunda 4, 5, 6 avloddagi jadvalimizda ko'rsatib o'tganmiz va ko'rib turishingiz mumkin. Bizda jadvalimiz univalent, bivalent va kvadrivalentlardan tashkil topgan. Bizda asosan yuqori avlodga kelib 26 normal bivalentli hosil bo'lgan ko'rishingiz mumkin va bundan tashqari ochiq bivalentli ham hosil bo'lgan va bu avlodlarimizda univalent va kvadrivalentlar hosil bo'lmagan. Bu degani yuqori avlodga kelib barqarorlashib borganini ko'rishimiz mumkin. Va keyingi tasvirimizda esa F4 tizma qurol 72-73-16 Jarqo'rg'on duragayida meyoz metafaza bir konfiguratsiyasida 26 ta normal bivalent hosil bo'lgan ko'rishimiz mumkin va F4 tizma 158-16 Jarqo'rg'on duragayida bo'lsa meyoz metafaza bir konfiguratsiyasida 25 ta normal bivalent bilan bitta ochiq bivalent hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda integrativ g'o'za tizmalari va Jarqo'rg'on navi ishtirokidagi F4 F6 duragaylarning tetradali tahlilini ham olib borganmiz. Biz bunda o'rganganimizda tetradali tahlilimizda ko'rib turishingiz mumkin, shu yuqori 3 ta avlodimizda 95-98% bo'lgan, ya'ni barqaror bo'lgan, hammasi yaxshi natijalarni ko'rsatgan tetradalarimiz. Va keyingi tasvirimizda bo'lsa biz o'sha tetradalarni ko'rganimizda F4 tizma 84-86-16 Jarqo'rg'on duragayni o'sha sporadalarni ko'rganimizda tasvirimizda tetrada va diadalar hosil bo'lgan ko'rishimiz mumkin. B tasvirimizda ikkita mikroyadroli diada hosil bo'lganini va F tasvirimizda bo'lsa monada va diadalar hosil bo'lganini ham ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimiz diagrammamizda Jarqo'rg'on navi ishtirokida olingan F4 F6 duragaylarning pushlilik darajasini ham o'rganganmiz. Biz bu pushlik darajasida o'sha yuqori avlodlarga kelib bunda ham barqarorlashuv kuzatilgan va bunda aytishimiz mumkin, pushlilik darajasi asosan ishlab chiqarishda juda ham katta rol o'ynaydi va biz rekombinantlarni mana shu pushlilik darajasini yaxshini tanlab olganimizning natijasida keyingi avlodlarga ekib kelganimizdan unib chiqishi ham yaxshi bo'ladi, yaxshi tanlab olganimizdan. Keyingi tasvirimizda F4 tizma FVG 16 Jarqo'rg'on va F4 tizma 12-06-16 Jarqo'rg'on duragaylarini
kuchli va kuchsiz, ya'ni bo'yalgan va bo'yalmagan tasvirlarimizda ko'rsatib o'tilgan. Hmm. Keyingi keyingi jadvalimizda intergyusiv g'o'za tizmalarini belgi chidamlilik bo'yicha umumiy va maxsus kombinatsiya qobiliyatini aytib o'tganmiz. Bu yerda biza bunda o'sha donorlik qobiliyatiga baho berganmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Masalan, tizma 46-79-81-16, tizma 58-16, tizma 19-79-16, tizma 12-06-16lar boshqa tizmalarga qaraganda donorlik qobiliyati ustun bo'lganini, ya'ni umumiy kombinatsion qobiliyati ustun bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda F1 F6 duragaylarda biza unib chiqish va 50% tushish ko'rsatkichlarini irsiylanishi va shakllanishini jadvalini ko'rsatganmiz. Biz bunda o'sha 6 ta avlod kesimida o'rganganimizda 6 ta avlod kesimimizda F1 ni aytib o'tadigan bo'lsak, 10 heterozislarimiz bizda 14 ta salbiy va 3 ta ijobiy heterozislar aniqlangan. Salbiy heterozislarning ham o'z navbatida 5 tasi yuqori heterozisligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi avlodga kelib bo'lsa, o'sha bizda rekombinantlarni tanlab olishimiz natijasida teshikpisharlikka erishishimiz mumkin. Bizda mana shu 17 ta tizmamizda 4 ta tizmamiz, tizma 46-74-77-16, tizma 138-16, tizma 471-16, tizma 216 jarqo'rg'on bilan tasdiqlangan kombinatsiyalarimiz yillar kesimida ko'rganimizda kompleks jihatdan ustunlarini belgilab qo'yganmiz. Keyingi jadvalimizda F1 F2 duragaylarda tola chiqimining irsilanishi va o'zgaruvchanligi. Biz bunda ko'rishimiz mumkin. O'sha F1 duragaylarimizda bizda heterozislarimizni aytib o'tadigan bo'lsak, o'sha 9 ta ijobiy va 8 ta salbiy heterozislar aniqlangan. Ijobiy heterozislarning o'zi ham 5 tani tashkil qiladi. Ikkinchi avlodga kelib biz variatsion tahlil olib borganmiz. Variatsion tahlilimizda 27% dan 45% gacha bo'lgan sinflarda o'rganganmiz tola chiqimini va biz yuqori avlodga kelib variatsion tahlillarimizni 10 ga qarab shkalada 10 ga qarab siljish ko'payganini ko'rishimiz mumkin va yuqori avlodda aksariyat duragaylarimiz, ya'ni ko'p duragaylarimiz 40% dan oshiq tola chiqimiga ega bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda F1 F2 duragaylarda tola uzunligining irsilanishi va o'zgaruvchanligi. Bizda F1 avlodimizda 17 ta duragayimizda 11 ta ijobiy heterozis va qolgan 6 tasi salbiy heterozislar aniqlangan. Ijobiy heterozis ham o'z navbatida 3 tasi yuqori ijobiy heterozis bo'lgan. Biz bunda F2 avlodimizga kelganda bo'lsa 30 mm dan 39 mm gacha bo'lgan tola uzunliklarini ko'rsatib o'tganmiz, aniqlaganmiz va asosan ko'rishimiz mumkin 33 mm dan o'sha 35 mm gacha bo'lganlari asosiy natijalarda turibdi ikkinchi avlodimizda va yuqori avlodga kelganda ham bizda 10 ga qarab siljish kuchayganini ko'rishimiz mumkin va yuqori avlodda 33 mm dan yuqori bo'lganlari 12 ta duragay kombinatsiyalarimizni tashkil etyapti. Keyingi jadvalimizda F1 F2 duragaylarni bir dona ko'sakdagi paxta vazni bo'yicha o'zgaruvchanligi. F1 avlodimizda biz 17 ta duragaydan 11 tasida ijobiy va 6 ta salbiy heterozislar aniqlangan. Ijobiy heterozislarning o'zi ham 3 tasi yuqori ijobiy heterozislar aniqlangan. Ikkinchi avlodimizda sinflarga solib biz o'sha variatsion tahlil qilganimizda 4,1 grammdan 8,5 grammgacha o'rganganimizda bizda asosan ko'rishimiz mumkin 5-6 grammdan 6,5 grammgacha bo'lganlari ikkinchi avlodda ko'rinib turibdi va bu narsa yuqori avlodga kelib bizda ko'rishimiz mumkin o'sha bir dona ko'sak vazni bo'yicha 6 grammdan yuqori bo'lgan bir dona duragay kombinatsiyalarimiz aksariyati 6 grammdan yuqori bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda F1 F6 duragay kombinatsiyalarini belgiga bardoshliligi bo'yicha. Biz belgiga bardoshliligi bo'yicha 17 ta duragay kombinatsiyamizni andozanavga solishtirganmiz va andozanavga solishtirganimizda birinchi, ikkinchi avlodlarimizda bizda 16 tadan kombinatsiyamiz, uchinchi avlodda esa 13 ta kombinatsiyamiz, 4-chi, 5-chi avlodda 17 ta kombinatsiyamiz barchasi degani, 6-chi avlodda esa 16 ta kombinatsiyamiz standartga nisbatan belgiga bardoshli bo'lganini ko'rishimiz mumkin biz duragay kombinatsiyalarimizni.
Keyingi jadvalimizda biz F2, F3, F4 duragaylar avlodlarimizda korrelyativ bog'liqliklarni o'rganganmiz va biz bunda korrelyativ bog'liqliklarda aytib o'tishimiz mumkin. Ikkinchi avlodimizda tol uzunligi va bir dona ko'sak paxta vazni bo'yicha 11 ta ijobiy va 6 ta salbiy, tol uzunligi va toli chiqimi bo'yicha bizda 4 ta ijobiy va 13 ta salbiy korrelyatsiyalar borligini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi avlodimizda esa toli uzunligi va bir dona ko'sak vazni bo'yicha 5 ta ijobiy va 12 ta salbiy, toli uzunligi va toli chiqimi bo'yicha esa 10 ta ijobiy va 7 ta salbiy korrelyatsiyalar aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. To'rtinchi avlodda esa bizda korrelyatsiyalarimizda toli uzunligi va bir dona ko'sakdagi paxta vazni bo'yicha 8 ta ijobiy va 9 ta salbiy, toli uzunligi va toli chiqimi bo'yicha biz 9 ta ijobiy va 8 ta salbiy korrelyatsiyalar aniqlanganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda bizda ajratib olingan mana shu g'o'za oila va tizimalarimizda qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha ko'rsatkichlarni ko'rsatib o'tganmiz. Biz bunda quyidagi oila va tizmalarimizni standartga solishtirganmiz. Standartga solishtirganda toli chiqimi, toli uzunligi, bir dona ko'sakdagi paxta vazni, erta pisharligi bo'yicha aksariyat oila va tizmalarimiz standartdan ustunlik namoyon qilganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jadvalimizda hayot g'o'zanavini konkurs nav sinash natijalari. Biz hayot g'o'zanavini andoza S65-24 naviga taqqoslaganimizda umumiy paxta hosildorligi 103,5%, toli chiqimi 5-6%, umumiy toli hosili 107,7% ga, mikroneyri 0,2 ga mayilligini, shtabil uzunligi +1,3 ga, uzilish kuchi +1 ga, tez pisharligi 2-3 kunga, bir dona ko'sak og'irligi 0,5 grammga, 1000 dona chigit vazni esa 5 grammga andozadan ustun bo'lganini ko'rishimiz mumkin ushbu jadvalimizda. Keyingi tasvirimizda biz hayot g'o'zanavini tavsiflarini ko'rsatib o'tganmiz. Xulosa va tavsiyalar. Turli genealogiyaga ega intensiv g'o'za tizmalari ishtiroki. Tavsiyalarimiz tadqiqotlar natijasida yaratilgan tizma 138-16, tizma 175-248-16, tizma 16, tizma 36-48-51-22, tizma 41-09-12-22, tizma 43-94-97-22 intensiv g'o'za tizmalari va hayot navi boyitilgan genotipga ega g'o'za navlarini yaratish bo'yicha genetik va seleksion tadqiqotlarda boshlang'ich ashyolar sifatida foydalanish uchun tavsiya etiladi. Yuqori toli chiqimi, sifati va boshqa qimmatli belgilarning ijobiy majmuasiga ega yangi hayot g'o'zanavini respublikaning turli tuproq iqlim sharoitlarida keng ishlab chiqarish sinovlaridan o'tkazish hamda dastlabki urug'chiligini tashkil etish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Какая комбинация была начальная сорта хайот? Tizma 72-86 deb ko'rsatib o'tgan. Комбинация, гибридная комбинация такая. Родители кто был? Kelib chiqishi o'zi biza o'sha K58 bilan kelib chiqishi o'xshash bo'lgani uchun bu yoqda. Mana o'zi mana Turberi Raymondi bilan kelib chiqqan kombinatsiyasida tizma 95 mana K58 bilan kelib chiqqan, shunga bog'laganmiz. Где размотался сорт? Biz turli xil viloyatlarda o'sha ekkanmiz. Biz buni Oqqo'rg'on viloyatidan joriy qilishda olganmiz. O'sha urug' ko'paytirishlari Oqqo'rg'on viloyatida ham bo'lgan. Buxoroda naf sinashlarimiz o'sha patent naf sinashlarimiz o'sha Buxoro viloyatlarida ham, Qoraqalpoqda ham ekilgan. Maydon? Maydoni endi unaqa katta maydonlarga ekilmagan. 1 gektar, 2 gektar. Если есть вопрос, Нет, все. пожалуйста. Профессор Польга. Siz ma'ruzangizda yakuniga borgandan keyin binolarda ko'rsatkichlar hayotni ko'rsatkichlar odatda ikki narsa bo'lishi kerak. Birinchidan, qayerda qancha urug' tayyorladingiz bir raqam ustiga. Ikkinchidan, iqtisodiy samaradorligi. Shunga nima deysiz? Iqtisodiy samaradorligi bormi, yaxshimi, yomonmi? Va qancha? Buni endi to'liq
anaqa qilganim yo'q. Ma'lumot keyingi ishlarimni inobatga olib o'rganib. Man daniylarni ko'rib turibman, juda yaxshi. Yaxshi ko'rsatkichga ega lekin hayot navi. Yaxshi ko'rsatkich. Navigatorlar bo'lardi deydi. Yana savol bormi? Yana kimda savol bor? Baravar. Shavkat. Baravar. Assalomu alaykum, aziz kengash a'zolari. Mani savolim shundan iborat. Mana yangi hayot navi yaratilishida siz qaysi bosqichdan ishtirok etgansiz va siz qancha ulushga ega? Men bu hayot navida 20% ulushga egaman. O'zi keyin odamlar rahmatiga 40% ulushi bor. Bu bosqichda men o'sha 2019-yildan boshlab 2019. Qaysi anaqalar? Seleksion jarayonlar. o'sha oxiriga yaqinlashadi. Oxiriga yaqinlashib. Masalan, bu navga patent olib rayonlashtirilganmi yo'qmi hozir? Rayonlashtirilganmi nav yoki istiqbollimi, qanaqa nav? Istiqbolli emas hali, endi patent olinib, mana shu chiqadi, mana shu aprel oyida chiqdi patenti. Hali istiqbolli emas. Istiqbolli, lekin Qancha urug' tayyorlangan hozir bu navringda? Bizi urug'larini endi o'sha olib keltirib, urug'larini Mana ma'ruzangizda aytdingiz-ku, dastlabki ko'paytirish, urug' ko'paytirish ko'chazori tashkil qilingan. Qancha yilga va o'tgan yilda mana hozir 25-yilga necha kilogramm yo tonnami qancha urug' tayyorlangan? bizda faqat anaqa tonnalar emas. Kilogrammda qancha? 300-400 kilogramm bor. Tushunarli. yana kimda savol bor? Yo'qmi? Zoomda qatnashayotganlardan marhamat, kimda savollar bor? Menda savol bor. Marhamat, professor Nurmuhamedov. Mana bu yerda avtoreferatim ham borda, dokladda ham aytib o'tdingiz. Olingan ko'rsatmalarning aksariyati ba'zi xo'jalik uchun qimmatli belgilar bo'yicha yuqori donorlik qobiliyatiga ega ekanligi tasdiqlandi degansizda. Mana xulosalarda ham xuddi shunaqa oxirida beryapsiz. Yuqori tola chiqimi sifati va boshqa qimmatli belgilarning ijobiy majmuasiga ega deyapsizda. Bu qaysi aynan buni aniqlashtirish kerak edi menimcha. Qaysi? Rahmat savolingiz uchun. Biz o'sha bu yerda bularmizda o'sha tola uzunligi, tola chiqimi, bir dona ko'sak vazni, 1000 dona chigit vazni bo'yicha o'sha tez pisharliklar bo'yicha qimmatli xo'jalik belgilarida shular bo'yicha o'sha biz umumiy qimmatli xo'jalik belgilari deb aytib o'tganmiz-da. Yana keyingi savol, mana ishingizda Jarqo'rg'on tester degansiz. Bu to'g'risida ma'lumot bering hamda andaza sifatida 65-24S 65-24 nima uchun aynan shu namni olgansiz? S65-24 namni olganimiz sababi to'rtinchi tolaga ega bo'lgani uchun S65-20, ya'ni o'sha Toshkent viloyatida ham S65-24 navi o'sha etilgan shu navni olganmiz. Va Jarqo'rg'on navini olganimiz sababi o'sha markaziy hududda bizda o'sha Jarqo'rg'on navi ham turlararo chatishtirish orqali yaratilgan bo'lgani uchun biz Jarqo'rg'on navidan foydalanganmiz. Yana bormi savol? Onlayn bo'yicha qatnashgan. Marhamat, kimda savollar bor? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, marhamat. Saidakbar ruxsat bo'lsa, Azodaxon Azim mana javoblaringizni aytib o'tib ketdingiz. Mana bu Qoraqalpog'iston Respublikasida ham ekilganligi to'g'risida, mana yaratilgan hayot navi to'g'risida. Bilasizki, mana Qoraqalpog'iston Respublikasi S4727 asosiy lider navi hisoblanadi bir qator yillardan beri. Hayot navini erta pisharlik xususiyati bo'yicha
S47-27 ga nisbatan erta pisharmi? Agar mabodo shunga nisbatan o'rgangan bo'lsangiz, hosildorligi qalay? Agar taqqoslagan S47-27 ga nisbatan. Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Hayot qo'llanmalarini biz o'sha eski 27ga nisbatan solishtirganimizda hosildorligi yaxshi, hosildorligi yaxshi bo'lyapti. 42%gacha shu hosildorligi beryapti. 40 sentimizdan ko'p beryapti. Ya'ni 42 sentdan ham beryapti. Erta pisharligi ham o'sha viloyat kesimida o'rganganimizda ham o'zimizda o'sha o'rganganimizda ham ancha erta pisharligi ko'rinib turibdi bizda. Solishtirgan. Bormi yana savollar? Rahim. Mumkinmi bitta savollarni? Marhamat. Ibrohimmi? Ha, assalomu alaykum. Menda ikkita savol bordi. Bittasi mavzuyizdan kelib chiqqan holda qaysi turlar oxirgi xulosangizda qaysi turlar ishtirokida olingan introgressiv duragaylarda qimmatli belgi xususiyatlarga ega bo'lgan dastlabki material ko'proq yaratildi. Bunday tahlillar bormi? Qaysi turlar olingan duragaylarda raqamlar bilan keltirilganda shularni turlar bo'yicha tahlil qilingan to'g'risida ma'lumotlaringiz bormi? Kengishlarimizdagi turlar bo'yicha o'sha savolingiz uchun rahmat. Kengishlarimizdagi bu ma'lumotlarni ham keltirib o'tamiz. Raymonjili kiritilgan, kelib chiqishlarimizda ko'rsatilgan o'zi. Yaxshi, ikkinchi savol, duragaylarda 6-bug'unigacha o'rganilgan ekanda, hamma bug'unlarni o'zida o'rganganmisiz? Yoki ma'lum bir bug'unlarni o'rganganmisiz? Boshlanayotgan paytda loyiha doirasida bo'lgan va men 4-avloddan boshlab kelganman. O'rganganman. Mana bu hayot navini konkurs nav sinovi ham 19-21 yillar deb keltirilyapti-da, shuning uchun savollar beryapti. Shu duragaylar ishtiroki duragaylardan tanlab olingan yaratilgan navmi bu? Bizda bulardek o'sha kelib chiqishi bog'liqda bilan hayot navi bilan. Sizni bevosita tanlangan duragaylaringizdan emas. Bitta anavi Uzr, uzilib qolyapti ovoz. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Yana beryapti savol, Zoom'dan berishadi. Ha? Zoom'dan beryapti. Zoom'dan kim bor? Berganmi? Marhamat. Mikrofon yo'q. Nima bo'ldi? Ishlayaptimi? Mikrofonni yoqmıyor. Ular yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Menda ham bitta ikkita qiziq savollar bor edi. Asosiy beradigan savollarni hozir zaldagilar ham berib o'tdi. Men ham aniqlik kiritish maqsadida bitta ikkita savollar bermoqchiman. Mana tajribalarda 34 ta F6 ga kelgan duragaylarda faqat jarqo'rg'on navi bilan duragaylashlar olib borilgan. Nima uchun boshqa navlar bilan ko'rmagansiz? Faqat nima uchun sababdan jarqo'rg'on navini tanlab, shu nav bilan duragaylashlar olib o'tib, yaxshi natijalar olyapsiz. Boshqa navlarda shu duragaylarni chatishtirsa, shu ko'rsatkichlar olinadimi, yo'qmi? Bu duragaylarimizdan o'zi o'sha laboratoriya doirasida qilinganda bu 17 ta duragaylar Buxoro Buridagi va Sulton bilan ham chatishtirib o'rganilgan. Nega keltirmadingiz Sulton bilan olingan natijalar? Ularni boshqa tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan. Xo'p, keyin savolim raqobatli nav sinovida hayot navini faqat S65-24 navi bilan solishtirib ko'rsatyapsiz. Yana qaysi navlar konkursli yoki raqobatli nav sinovida ishtirok etgan, qaysi navlar? Yana qaysi navlar qo'llanilgan konkursli nav sinovida?
Nechta nav sinagansiz? Boshqa laboratoriyada o'sha ekilgan navlar ham sinalgan. O'sha u yoqda ekilgan edi. Jarqo'rg'on. Nega ularni ko'rsatmadingiz? Endi hozir davlat sinovida mana shu hamma qishloq xo'jaligi ekinlari, masalan, bug'doyda ham, boshqa ekinlarda ham respublikada hosildorlik bo'yicha, sifat ko'rsatkichlari bo'yicha standart nav sifatida foydalanadigan navlar bor-da. Paxta bo'yicha ayniqsa sifat va hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha qaysi navlar hozir standartda turibdi GSIda, davlat nav sinov uchastkasida? Sulton bor, Buxoro 102 bor. Keyin oxirgi savolim mana raqobatli nav sinovida 39 sentner hosildorlik ko'rsatyapsiz hayot navida. Mana hozir ishlab chiqarishda ko'ryapmiz 40-50 sentnerga qoniqmayapti, 50, 60, 80 sentner deyapti. Bu navingizni bu hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha kelajakda qanday o'zini tutadi deb o'ylaysiz? Tole chiqimi bo'yicha ham ko'rsatkichlari yaxshi. Tole uzunligi bo'yicha ham boshqa navlarga nisbatan ustunligini ko'ramiz. Keyin hozirgi kunda talabga javob beriladigan ayrim o'sha kasalliklarga bardoshliligi bo'yicha ustunlikni namoyon qiladi. Agrotexnika bilan qilingan Tushunarlimi? Yana boshqa savollar? Yetarli. Yo'q bo'lsa. Ilmi rahbariga berish kerak. U kishining ijobiy nimasi bor. Qarsizligi bor. Lekin o'zga qatnashishi mumkin ekan. Yetarli ijobiy. Ularda o'zlaridan chiqdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Saidakbar Rahmonqulov, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Men uzr so'rayman. Topshiriq bilan xizmat safariga ketib qoldik. Mana hozir domla aytganlaridek yozma taqrizimni berganman. Endi talabgorni o'zi haqida ikki og'iz gapirishga ruxsat bersalaringiz. Marhamat. Katta rahmat. Demak, mana hammamiz bilamiz, mana shu talabgorimiz demak shu o'zini mas'uliyati bilan, mehnatkashligi bilan, qolaversa ilmga bo'lgan chanqoqligi bilan magistraturani tugatgandan keyin bizni institutimizga kelib, shu endi niyati bo'lgan ekan, shu dadasi rahmatini izidan ketaman deb shu ilmiy ishga jazm qildi va mana shu ayol kishi qiz bola bo'lishiga qaramasdan jala ishlariga, qolaversa mana laboratoriya tadqiqotlariga ham kirishib, ancha o'zini tirishqoqligi bilan, o'zini mehnati bilan ancha yaxshi natijalarga erishdi deb o'ylayman. Men o'ylayman bu hozir to'g'ri mana savollarga, mana ayrim savollarga men oxirroqda qo'shildim. Endi hayajonlanib qoldi, shoshib qoldi, lekin men o'ylayman bu kelgusida demak o'z ustida ishlasa, mana shu sohani yana egasi bo'lib ichiga kiradi va o'zini tirishqoqligi bo'lganligi uchun men ishonaman. Men o'ylayman, hurmatli kengash a'zolarimiz ham demak buni tirishqoqligi shu ham oiladagi yumushlardan ortib ilmiy ishlarga bo'lgan munosabati, harakatini inobatga olib endi shu yosh kadrimizga demak
ijobiy baho berasizlar degan umiddaman. Hammangizga rahmat. Ishlarga omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Safar yaxshi. Ana hammamiz tilagimiz shu. Bor ko'radi. Yaxshi natijalar qaytmaydi. Biz ham mana hozirgina paxta o'sha o'simliklarni himoya qilish va texnik ekinlar bo'ldik. O'sha direktori va jamoasi bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazib, mana hozir memorandumlarni imzoladik. Yana o'sha qardosh Ozarbayjon Xalq Respublikasidagi olimlar bilan o'sha sohada hamkorlikda kelgusida katta tadqiqotlar o'tkazishga kelishib oldik. Men o'ylayman, bu respublikamizda bo'layotgan e'tibor tufayli bu geografiyamiz kengaytirishimiz faqat ilmga, ishlab chiqarishga foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Katta rahmat. Domla. Hammaga rahmat. Yetakchi tashkilotlar avtonomiyat bergan modellar bo'yicha mazkur dissertatsiya ishi bo'yicha yetakchi tashkilot sifatida o'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti tayinlangan edi. Demak, institut ijobiy tadqiqot xulosalarini qilib bergan. Yetakchi tashkilot xulosasida ayrim fikrlar, kamchiliklar keltirib o'tilgan. Bular demak, birinchi dissertatsiyaning 3-bob 1 paragrafida miyoz tahlillari keltirilgan. Miyoz jarayonlari tadqiqotlarda olingan duragaylarda to'liq o'rganilmagan. Jumladan, birinchi avlodda 12 ta duragayning 8 tasida, ikkinchi avlodda 12 taning 11 tasida, uchinchi avlodda 12 taning 10 tasida tarzida o'rganilgan. Keyingi dissertatsiyaning 308 jadvali integressiv g'o'za tuzmalari va Jarqo'rg'on navi ishtirokidagi elektor duragaylarida miyoz indeks va kuchlilik darajasining osillanishi deb nomlangan. Buni qanday izohlash mumkin? Keyingi tadqiqotlarda g'o'zaning bir xil o'simlikdagi ko'saklar soni belgisi o'rganilmagan. 4-inchisi dissertatsiyaning adabiyotlar sharhi va adabiyotlar ro'yxati qismida xorij adabiyotlari kam keltirilgan. Oxirgisi dissertatsiyaning 76, 84, 86 betlarida ortografik xatoliklar mavjud. Yuqoridagi kamchiliklarni nazarda tutgan holda tadqiqotchi Sodiqova Ozodaxon Hayotjon qizining turli genealogiyaga ega g'o'za duragaylari asosida qimmatli seleksion ashyolarni yaratish mavzusidagi qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishi mavzusining dolzarbligi, yaratilgan oilalarning qimmatli xo'jalik ko'rsatkichlari yuqoriligini hisobga olgan holda tasdiqlash mumkin deb va talabgorni 06/01/05 seleksiya ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaymiz deb ko'rsatilgan. Bundan tashqari dissertatsiya avtoriteratiga turli olimlardan, tashkilotlardan takliflar kelib tushgan. Bular Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti g'o'za seleksiyasi urug'chiligi laboratoriyasi mudiri qishloq xo'jalik fanlari doktori Aytjanovdan, Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti qishloq xo'jalik ekinlari va tuproq unumdorligi laboratoriyasi mudiri Seyitboyevdan, shu institutning dehqonchilik qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi urug'chiligi kafedrasi mudiri Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalar instituti kafedra mudiri Allanberdievdan, paxta seleksiyasi urug'chilik yetishtirish agrotexnologiyalari instituti Xorazm ilmiy tajriba stansiyasi laboratoriya mudiri Ibragimovdan, Termiz davlat pedagogika instituti kimyo biologiya kafedrasi mudiri Nurmatovdan, Andijon viloyati Domla Dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri Egamovdan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi genetika o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti laboratoriya mudiri Sherimbekovdan, Toshkent davlat agrar universiteti qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi urug'chilik kafedrasi mudiri Jo'rayevdan, o'zi paxta seleksiyasi urug'chilik yetishtirish agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti g'o'za biotexnologiyasi laboratoriyasi katta ilmiy xodimi Mamedovadan. Bundan tashqari bir nechta xorijiy tadqiqotlar mavjud. Tojikiston Fanlar akademiyasi o'simliklar botanikasi, fiziologiyasi va genetikasi ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri Partoyevdan, demak, O'sh davlat universiteti Qirg'iziston Respublikasi
Agronomiya va amaliy geodeziya kafedrasi mudiri Muratova Rahima Temirbayevnadan. Bundan tashqari, demak, Xitoy qishloq xo'jaligi akademiyasi G'arbiy markazdan demak professor Vandan. Keyingisi Bölümçüden bu G'arbiy tadqiqotlar markazidan Urumchi. Keyingisi Muhammad Rizo Ramazon Muqaddamdan Pokiston Respublikasidan. Bu keltirilgan taxminlarning hammasi ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Marhamat yetakchi tashkilotdagi javob berish uchun talab berdim. Tashkilotda taklifimiz bergan O'zbek genetik resurslar tadqiqot instituti Supergenetika seleksiya laboratoriyasining rahmat taqdimot berganlari uchun. Bu taqrizda kamchiliklariga javobini aytib ketadigan bo'lsam, birinchi kamchiligimizda o'sha dissertatsiyani 3-bobida o'sha 3-birinchi qismida miyoz tahlillari keltirilgan, miyoz jarayonlarida tadqiqotlarda olingan drogalarda to'liq o'rganilmagan, jumladan F1da 17 ta droga, 8 tasida, F2da 17 tani 11 tasida, F3da 17 tani 10 tasida, F4da 17 ta droga, 11 tasida o'rganilgan degan. Bizda bu o'rganganimizda masalan biz buton terishga chiqamiz. Buton terishga chiqqanda butonlarni terib olib kelamiz, lekin har bitta butondan biz miyozni topib olishimiz, butonlarimizni terganimiz bilan bog'liq. Topib olish oson emas. Shunda biz duragaylarimizda masalan qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz miyoz jarayonini ko'rishga, lekin masalan ikkinchi avlodda turlicha, uchinchi avlodda turlicha topganmiz shu paytda. Keyingi kamchiligimizda bo'lsa biz inobatga olamiz. Keyingi kamchiligimizning nomini o'zgartirish deganlar, buni inobatga olamiz keyingi ishlarimizda. Tadqiqotlarda o'zani bir tup o'simlikda ko'rsatkich soni belgisi o'rganilmagan deganlar, biz ko'rsatkich sonini biz ko'rsatib o'tganmiz, lekin ular talab qilgan darajada emas ekan, keyingi tadqiqotlarimizda ko'rsatib o'tamiz. Dissertatsiyani o'sha adabiyotlar sharh va adabiyotlar ro'yxati qismida xorij adabiyotlari kam keltirilgan va dissertatsiyani ayrim ortografik xatoliklar bor deyilgan. Ularni keyingi ishlarimizda to'g'rilab qo'shamiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengashimiz a'zolari. Ruxsatinglar bilan paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti tadqiqotchisi Sodiqova Ozodaxon Hayajon qizining turli genealogiyaga ega o'zaduragaylari asosida qimmatli seleksion ashyolarni yaratish mavzusida 06-01-05 seleksiya va urug'chilik mutaxassisligi bo'yicha qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ishi va avtoreferatga taqrirdonni o'qib bersin. Demak, mavzuni dolzarbligi shundan iboratki, global iqlim o'zgarishi sharoitida respublikamizning asosiy qishloq xo'jaligi ekini bo'lgan g'o'zadan yuqori sifatli va barqaror hosil olish eng asosiy vazifalardan qilib belgilangan. G'o'zani zamon talablariga mos keladigan, ya'ni yuqori hosildorlikni, sifatli paxta tolasi va muhitning biotik va abiotik stress omillariga chidamlilik xususiyati bilan uyg'urlashtirilgan yangi navlarni yaratishda seleksiya jarayonida o'rta tolali madaniy Gossypium hirsutumli turi vakillari bilan bir qator qimmatli belgi va xususiyatlarga ega bo'lgan Gossypium turberi va Gossypium raymondi yovvoyi g'o'za turlariga mansub
shakllarning ishtirokida olingan turlararo durageylarni va boshqa seleksion ashyolarni sitologik va genetik jihatdan tahlil qilish orqali belgilarning ijobiy majmuasiga ega bo'lgan g'o'za navlarini yaratish paxtachiligimizning eng ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Ushbu dissertatsiya ishi Respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining 5-bandi, ya'ni qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, ekologiya va atrof muhit muhofazasi ustuvor yo'nalishiga muvofiq bajarilgan. Tadqiqotning maqsadi qilib turli genealogiyaga ega integressiv g'o'za tizmalarini sitogenetik tahlilini o'tkazish va ayrim xo'jalik uchun qimmatli belgilari bo'yicha umumiy va maxsus kombinatsion qobiliyatni baholash, durageylarda belgilarning irsilanishi, o'zgaruvchanligi va shakllanishini o'rganish asosida ularning ijobiy majmuasiga ega boshlang'ich ashyolarni yaratish hamda amaliy seleksiya jarayonida foydalanish uchun tavsiya etishdan iborat qilib belgilanib, uni bajarish uchun turli genealogiyaga ega integressiv g'o'za tizmalari hamda ular ishtirokida yaratilgan durageylarning sitogenetik tahlili o'tkazilgan. Integressiv seleksiya usulida yaratilgan turli genealogiyaga ega g'o'za tizmalarining donorlik qobiliyatiga Jarqo'rg'on tester navi yordamida baho berilgan. Yangi yaratilgan F1, F6 integressiv g'o'za durageylarda ayrim qimmatli xo'jalik belgilarining irsilanishi, o'zgaruvchanligi, shakllanishi va o'zaro korrelyatsiyasining xususiyatlari o'rganilgan hamda belgilarning ijobiy majmuasiga ega rekombinantlar ajratib olingan. Tabiiy dala sharoitida integressiv g'o'za tizmalari hamda ular ishtirokida yaratilgan durageylarning vertikulyumdaliya klep zamburug'iga tolerantligi aniqlangan. Belgilarning ijobiy majmuasi bo'yicha genetik jihatdan boyitilgan noyob g'o'za donorlari va boshlang'ich ashyolar aniqlangan va seleksiya jarayonida qo'llashga tavsiya etilgan. Tadqiqot obyekti sifatida dissertant turlararo duragey uslubi orqali yaratilgan Jarqo'rg'on navi, ya'ni Turberi Raymondi LCG durageyi asosida yaratilgan Jarqo'rg'on navidan va bir qancha integressiv g'o'za tizmalaridan. Qayd qilish lozimki, bu integressiv g'o'za tizmalari ham Turberi va Raymondi yovvoyi g'o'za turlari asosida yaratilgan hamda andoza S65-24 navidan F1, F6 durageylardan foydalanilgan. Dissertatsiya ishining genetik seleksion tadqiqotlarini olib borishda umum qabul qilingan genetik va seleksion usullardan foydalanilgan. Endi hozir dissertant o'zini ma'ruzasida ishini ilmiy yangiligi, ilmiy amaliy ahamiyati, amaliy natijalar to'g'risida batafsil to'xtaldi. Mani taqrizim 7 bitdan iborat. Endi ko'p vaqt ketadi. Bu taqriz Oliy attestatsiya komissiyasiga taqdim qilinadi. Men bularga to'xtalib o'tilmagan holda tadqiqot natijalarining ishonchliligi to'g'risida gapirmoqchi edim. Demak, tadqiqot natijalarining ishonchliligi o'tkazilgan dala va laboratoriya tajribalari har yili aprobatsiya komissiyasi tomonidan ijobiy baholangani, zamonaviy statistik usullar yordamida statistik qayta ishlangani va ko'p yillik tadqiqotlarning uslubiy jihatdan to'g'ri qo'yilgani, olingan nazariy va amaliy natijalarning dunyo hamda mamlakatimiz olimlari tadqiqot ishlari bilan taqqoslangani va birlamchi hujjatlarning mavjudligi, tadqiqot natijalari xalqaro anjumanlardan hamda natijalari amaliyotga joriy qilingani bilan izohlanadi. Demak, dissertatsiya ishida tadqiqot natijalarining joriy qilingani to'g'risida tegishli ma'lumotlar keltirilgan. Mazkur tadqiqot natijalari 7 ta, jumladan 4 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokamada o'tgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 13 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari, asosiy ilmiy natijalarni chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola,
Jumladan 5tasi respublika va bittasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Dissertatsiya tarkibi kirish 5ta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiya hajmi 110 betni tashkil etgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi turlararo g'o'za-durageylarning sitologiya va xo'jalik uchun qimmatli belgilarning irsilanish va o'zgaruvchanligi yuzasidan o'tkazilgan tadqiqotlar tahlili deb nomlanib, unda dissertatsiya mavzusi bo'yicha tadqiqot olib borgan xorijiy, MDH va mahalliy olimlarning ma'lumotlari keltirilib, chuqur ilmiy tahlil qilingan. Ta'kidlash lozimki, dissertatsiyada 67ta xorijiy va 90ta MDH va mahalliy olimlarning hamda internet ma'lumotlari keltirilib, tahlil qilingan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi tajriba olib borish sharoiti, joyi, tadqiqot obyekti, tadqiqot uslublari deb nomlanib, unda talabgor tomonidan olib borilgan tajribalarning o'tkazilgan joyi va sharoiti, tadqiqot obyekti va qo'llanilgan uslublar bayon etilgan. Dissertatsiyaning turli genealogiyaga ega g'o'za-durageylarning sitologik tahlili deb nomlangan 3-bobida integressiv g'o'za tizmalari va Jarqo'rg'on navi ishtirokida yaratilgan F1, F6 durageylarda me'yor jarayonining, jumladan titradalar tahlili hamda gulchanchilarning tahlilligi bo'yicha olingan natija. Dissertatsiyaning 4-bobi turli genealogiyaga ega g'o'za-durageylarda ayrim xo'jalik uchun qimmatli belgilarning irsilanishi va o'zgaruvchanligi deb nomlanib, unda turli genealogiyaga ega yangi integressiv g'o'za tizmalarining ayrim xo'jalik belgilari bo'yicha kombinatsion qobiliyati, ularni chatishtirib olingan F1, F6 durageylarda tezpisharlik, tola chiqimi, tola uzunligi, bitta ko'sakdagi paxta vazni, o'rta tolali g'o'zaning asosiy kasalligi bo'lgan vertikillion veb, vertikillion dahlia klep patogeniga bardoshlilikning irsilanishi va o'zgaruvchanligi, o'rganilgan qimmatli xo'jalik belgilarining o'zaro korrelyatsiyasini aniqlash bo'yicha talabgor tomonidan olingan natijalar keltirilib, atroflicha chuqur ilmiy tahlil qilingan. Dissertatsiyaning 5-bobi tadqiqotlar asosida erishilgan amaliy natijalar deb nomlanib, unda talabgor tomonidan olingan amaliy natijalar va ularning tahlili keltirilgan. Talabgor tomonidan bajarilgan dissertatsiya ishining mazmun mohiyati, olingan ilmiy va amaliy natijalar asosida mantiqan, ilmiy, amaliy va uslubiy jihatdan asoslangan xulosalar, amaliy tavsiyalar berilgan. Dissertatsiya oxirida ishni bajarish jarayonida foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, shartli belgilar, atamalar va xatmalar ro'yxati va ilovalar keltirilgan. Talabgor tomonidan katta ko'lamda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida turli genealogiyaga ega integressiv g'o'za tizmalari ishtirokida yaratilgan F1 o'simliklari karyotiplarida gomologik xromosomalar o'rtasidagi farqlanishlar mavjudligi sababli xromosomalarning to'liq konjugatsiyalanmasligi va ochiq bivalentlarning paydo bo'lishi hamda keyingi avlodlarda o'tkazilgan tanlovlar natijasida meiotik bo'linishning barqarorlashuvi va yuqori darajadagi ko'prikka erishish mumkinligi aniqlangan. Tadqiqot asosida qator integressiv g'o'za tizmalari umumiy kombinatsion qobiliyat, xususiy kombinatsion qobiliyat ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilingan va tola chiqimi va uzunligi bo'yicha yuqori kombinatsion qobiliyatga, ya'ni donorlik xususiyatiga ega bo'lgan tizmalar aniqlanib, bu tizmalar o'rta tolali g'o'za seleksiyasida qimmatli donorlar sifatida foydalanish samarali ekani tasdiqlangan. O'rganilgan g'o'za tizmalari ishtirokidagi F1 durageylarda aksariyat xo'jalik uchun qimmatli belgilarning ijobiy va salbiy oraliq to'liq dominantlik hamda o'ta dominantlik holatlarda irsilanishi, ya'ni heterosis samarasi mavjudligi aniqlangan. Integressiv g'o'za tizmalari ishtirokidagi F2, F5 durageylarda tola chiqimi va uzunligi bo'yicha ijobiy va salbiy transgressiya yuz berishi hamda tola chiqimi 38-42% va tola uzunligi 34-37 mm bo'lgan ijobiy rekombinantlarni tanlash imkoniyati yuqori bo'lishi aniqlangan.
integressiv o'za tizmalari ishtirokidagi drogelarni ekstrem gleb zamburug'ining aralash irqlari bilan tabiiy kuchli zararlangan muhitda o'rganish hamda tanlash asosida qator droge kombinatsiyalari orasidan vertikilyoz velka bardoshli tizmalar ajratib olingan. Turli genealogiyaga ega o'za tizmalari ishtirokidagi drogelar orasidan tola uzunligi, tola chiqimi va bir dona ko'chatdagi paxta vazni belgilarining yuqori darajadagi o'rta va kuchli ijobiy korrelyatsiyasiga ega bo'lgan rekombinant o'simliklarni ajratib olish ehtimoli yuqori ekanligi aniqlangan. Integressiv o'za tizmalari ishtirokidagi drogelarni o'rganish asosida qimmatli xo'jalik belgilarining ijobiy majmuasi bo'yicha boyitilgan genotipga ega bo'lgan yangi tizmalar va hayot navi yaratilgan. Tadqiqot natijasida olingan qator bu yerda ko'rsatib o'tilgan qator o'za tizmalari va hayot navi boyitilgan genotipga ega o'za navlarini yaratish bo'yicha genetik va seleksion tadqiqotlarda boshlang'ich ashyo sifatida foydalanish uchun tavsiya etilgan. Yuqori tola chiqimi sifati va boshqa qimmatli xo'jalik belgilarining ijobiy majmuasiga ega bo'lgan yangi hayot o'za navini respublikaning turli iqlim sharoitida keng ishlab chiqarish sinovlaridan o'tkazish hamda dastlabki urug'chilik ishlarini tashkil etish tavsiya etilgan. Dissertatsiya ishining yuqorida qayd etilgan katta ilmiy va amaliy yutuqlari bilan bir qatorda uni shakllantirishda quyidagi kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Birinchi, muammoning o'rganilganlik darajasi qismida 7bet dissertatsiya mavzusi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan xorijiy va mahalliy olimlar ma'lumotlarining yillari ko'rsatilishi lozim edi. Ikkinchi, tadqiqot maqsadidagi umumiy kombinatsion qobiliyat jumlasi o'rniga vazifada yozilganidek donorlik jumlasi qo'llanilishi maqsadga muvofiq edi. Uchinchi, dissertatsiyaning ba'zi joylarida bardoshli va boshqa joylarda esa tolerantlik jumlalari qo'llanilgan. Taqdirda bu betlar ko'rsatilgan. Demak, hamma joyda o'zbekchadagi bardoshlilik jumlasini qo'llanilganda to'g'riroq bo'lardi. To'rtinchi, dissertatsiyada nima uchun andoza sifatida respublikamiz bo'yicha qabul qilingan Namangan 77 o'za navi emas S6524 navidan foydalanilgani asoslanishi lozim edi. Beshinchi, tadqiqotning amaliy natijalari qismida abiotik omillarga bardoshli tizmalar yaratilgan deyilgan. Qaysi abiotik omil ko'rsatilmagan. Oltinchi, hayot navining tola uzunligi nafaqat dyumda, balki shtabel uzunlik bo'lgan millimetrda ham ko'rsatilishi lozim edi. Yettinchisi, 2-1 bo'limda tajriba olib borish joyi va sharoiti batafsil keltirilgan. Lekin bu ma'lumotlar qaysi manbadan olingan ko'rsatilmagan. 8-chi, tadqiqot obyektida nafaqat tizmalar, navlar, oilalar va F1, F6 drogelari, balki oilalar ham o'rganilgani keltirilishi lozim edi. 9-chi, dissertatsiyada ayrim ortografik va stilistik xatolar uchraydi. Ularni bartaraf qilish lozim edi. Ta'kidlash lozimki, ushbu kamchiliklar respublikamizning paxtachiligining dolzarb mavzusida bajarilgan ushbu dissertatsiya ishining ilmiy va amaliy qimmatliligini pasaytirmaydi va ularni kelgusi ishlarda inobatga olish lozim. Umuman olganda, talabgor Sodiqova Ozodaxon Xayirjon qizining turli genealogiyaga ega o'za drogelari asosida qimmatli seleksion ashyolarni yaratish mavzusidagi 060105 seleksiya va urug'chilik mutaxassisligi bo'yicha qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ishi tadqiqotlari uslubiy jihatdan to'g'ri olib borilgani, statistik qayta ishlangani va olingan natijalar to'g'ri ilmiy tahlil qilingani, olingan natijalar xalqaro va respublika ilmiy amaliy anjumanlarda muhokama qilingani, xorijiy va mahalliy ilmiy jurnallarda chop qilingani, amaliyotga joriy qilingani, dissertatsiya avtoritetati olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarining asosiy mohiyatini o'z ichiga olganidan kelib chiqib, bu dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan falsafa doktorligi dissertatsiyasiga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Talabgor Sodiqova Ozodaxon. Hayajon qizi esa 060105 seleksiya va urug'chilik mutaxassisligi bo'yicha qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Shu bilan birga qisqacha yana ba'zi mulohazalarimni aytib o'tmoqchi edim. Mana integressiv tizmalar Turberi va Raymondi yovvoyi turlari ishtirokida olingan. Demak, bu yovvoyi turlar juda g'o'za seleksiyasi uchun qimmatli manbalar hisoblanadi. Mana Turberi turini oladigan bo'lsak, u ham vilka chidamli hisoblanadi, ham sovuqqa chidamli hisoblanadi. Raymondi yovvoyi turi esa Amerikani Raymondi turi kelgan Amerika qit'asidan. Demak, Raymondi turuvchi zarar kunandalarga ham chidamli yovvoyi turlar hisoblanadi. Demak, bu hayot navini kelgusida tadqiqotlar olib borish natijasida uni nafaqat vilka chidamli nav ekanligi, balki turuvchi zarar kunandalarga va muhitni abiotik sharoitlarga chidamli nav ekanligi ham Xudo xohlasa o'zini isbotini topadi. Ikkinchidan, hozir men endi Respublika paxtachilik kengashining a'zosi sifatida turli viloyatlarda bo'lganimizda prezidentimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan shu narsa talab qilinyaptiki, mana butun paxtachilik yetakchi davlatlarda bola chiqimi 40% va undan yuqori bo'lgan navlar yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Bizda haligacha bola chiqimi shu 35-36, nari borsa 37% bo'lgan. Tola chiqimini 1% ga oshirish ham davlatimiz miqyosida juda ko'p miqdorda tola mahsulotini olish, undan tayyor gazlamalar ishlab chiqarish va valyutaga chet elga sotish imkoniyatini beradi. Shu nuqtai nazardan tola chiqimi 35-36 bo'lgan 65-24 naviga nisbatan tola chiqimi 40% va undan yuqori bo'lgan hayot navi albatta kelgusida o'zini munosib o'rnini topadi deb o'ylayman. Ikkinchidan, mana savol bo'ldiki, zubda qatnashganlardan hayot analizida gektarga 39 sentner hosil olinar ekan. Mana hozir talab qo'yilyapti, nafaqat 50-60 sentner, balki 70-80 sentner hosil olish. Albatta 70-80 sentnerlarni bizning respublikamizda ham mana shu Xitoyning intensiv Shinjon texnologiyasi asosida o'zi yetishtirayotgan xo'jaliklar olyapti. Nimani hisobiga? Bu qo'shqator hisobiga. Qo'shqator ya'ni o'simlik sonini hektariga 220-240 ming gektar ko'chat gektar 220-240 ming donaga yetkazish hisobiga. Ya'ni bitta o'simlikdagi paxta hosili kamroq bo'lsa ham, lekin o'simlik hisobiga barobar oshadi. Kelgusida albatta hayot navini nafaqat yakka qatorga, balki qo'sh qatorga yetsa, albatta 70-80 sentner, balki undan ham yuqori hosil olish imkoniyati tug'iladi. Men talabgorga aytardimki, shu navga siz 20%li taqdirakansiz, ham muallif, bu juda katta foiz. Albatta bu navni yana nav ustida ishlashingizni davom ettirib, qo'sh qatorda ham sinab, xudo xohlasa, bu tomondan ham o'zini ko'rsatadi deb o'ylayman. Keyin siz yosh olimlar sifatida mana yurt kasalligiga chidamliligi bo'yicha o'rgandingiz. Men o'zim shohidman. Siz bizning instituti bilan hamkorlikda ishlaysiz. Albatta bizning institutimizda yurt kasalligini molekulyar genetik tahlil qilish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilyapti. Sizni birgalikda amaliy hamkorlikda ish olib borayotganingiz bu sizni yetilgan olimlar sifatida ko'rsatadi. Bundan tashqari men juda xursandman, sizni otangiz rahmatli bilan birga ishlash nasib qilgan. Juda ajoyib, iqtidorli inson edilar. Mana bugun Xudo xohlasa ruhlar shod bo'lyapti. Mana qizim shu meni yo'nalishimni davom ettirib, mana seleksioner olimlar sifatida chiqyapti. Alloh rahmat qilsin, yaxshi inson edilar. Bu yoqqa ham siz shu ishlarni davom ettirasiz deb o'ylayman. Ikkinchidan, ilmiy rahbaringiz muhtaram akademik Shodmon Ergashev Namozov nafaqat respublikamizda, balki butun dunyoda tanishadi. Men o'zim 2007-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro paxtachilik anjumanida ishtirok etganimizda rahbaringizni ham juda yuqori ilmiy maqomga ega va obro'ga ega insonligini ko'rdim, olimligini ko'rdim. Albatta kelgusida ham rahbaringiz
rahbarligida doktorlik ishlarini ham qilasiz degan umiddaman. Rahmat, hurmatli rais. Katta rahmat. Salom. Yaxshi taqdim uchun oldingi berilgan ishlarga mulohaza, taklifnomalar bilan rahmat. Endi so'zni javob berishimiz talab beramiz. Hurmatli vaqtni ajratib, deputatlarni ko'rib chiqqaningiz uchun kattakon rahmat, tavsiyalaringiz ham kattakon rahmat. Kamchiliklar to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biz kamchiliklarda birinchi, ikkinchi, uchinchi kamchiliklarni inobatga olamiz. Uchinchi kamchiligimizda esa 65-20 narxidan o'sha foydalanishimizni istab berishdi. O'sha biz 4-chi tip tolaga ega bo'lganim uchun 65-20 narxidan foydalanganmiz va keyingi ishlarimizda qo'shamiz bu narsani inobatga olib. 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi kamchiliklarda ham biz keyingi ishlarimizda inobatga olib to'g'ri. Rahmat. Javob sizlarga shu faqat parchalangan dan kamchiliklar tarafiga Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Ruxsatlaringiz bilan tadqiqotchi Sodiqova Ozodaxon Hayotjon qizining turli genealogiyaga ega o'zi duragaylari asosida qimmat seleksion ashyolarni yaratish mavzusidagi 06-01-05 seleksiya urug'chilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori PhD darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi va avtoritaratiga taqdirini qisqacha bayon etsam. Demak, dissertatsiya tuzilishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Ilmiy ish kirish qismi 5 ta bob, xulosalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va lavalardan iborat. Dissertatsiyaning hajmi ham vaqt talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan bo'lib, jami 111 betni tashkil etgan. Dissertatsiyaning unga qo'yilgan talablarga muvofiqligi talabgor Sodiqova Ozodaxon Hayotjon qizi tomonidan taqdim etilgan dissertatsiya ishi va uning avtoritarati, shuningdek ushbu ish yuzasidan chop etilgan ilmiy ishlar O'zbekiston Respublikasi OAK tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Dissertatsiya uning avtoritarati hajmi nizomda belgilangan hajmdan oshmagan. Mavjud dolzarb va u 06-01-05 seleksiya urug'chilik ixtisosligiga mos keladi. Tadqiqot olingan natijalarning ishonchliligi, ularning nufuzli ilmiy jurnallarda nashr qilinganligi bilan izohlanadi. Dissertatsiya uning avtoritarati O'zbekiston Respublikasi OAK nizomida keltirilgan qoidalarga mos holda rasmiylashtirilgan. Dissertant tomonidan dolzarb mavzuda ish bajarilgan va dissertatsiya ishida ko'zda tutilgan maqsad hamda vazifalar, tajribalar asosida amalga oshirilgan. Yuqorida ko'rsatilgan yutuqlar bilan bir qatorda mazkur dissertatsiya va avtoritaratni rasmiylashtirishda ayrim kamchiliklar aniqlandi. Dissertatsiyaning adabiyotlar sharhi qismida yangi xorijiy adabiyotlardan ko'proq foydalanilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dissertatsiyaning 3-bob, 308-jadval, interagressiv o'zi tizmalari va jalb organlari ishtirokidagi F4 turagaylarda meiotik indeks va kuchlilik darajasining irsilanishi deb nomlangan bu jadvalni interagressiv o'zi tizmalari va jalb organlari ishtirokidagi F4 turagaylarda meiotik indeks va kuchlilik darajasining irsilanishi deb nomlansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dissertatsiya avtoritaratining ayrim jadvallariga tadqiqot o'tkazilgan yillar yozilganda, dissertatsiya va avtoritaratni o'qiganlarda yana ham tushunarliroq bo'lar edi. 4-hayot o'zi navdonligini oshirish orqali respublikaning turli tuproq iqlim sharoitlarida sinovlarni yo'lga qo'yish orqali birlamchi urug'chiligini tashkil etish tavsiya qilingan, lekin bu natijalar mavzuda va tadqiqot maqsadida hamda vazifasida keltirilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. 5-avtoritaratning 3-bobini jadval va diagrammalardan foydalanib yoritilsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. 6-dissertatsiyada statistik tahlillarni amalga oshirishda eng kichik farqni
ya'ni injerini ham ishlaganda jadvallar yanada yoritilgan bo'lar edi. Xulosa qilib aytganda, mazkur kamchiliklar dissertatsiya ishining mazmuni va mohiyatiga salbiy ta'sir etmaydi. Talabgor Sodiqova Ozodaxon Hayotjon qizining 06.01.05 seleksiya o'quvchilik ixtisosligida turli genealogiyaga ega o'zi drogeylari asosida qimmatli seleksion ashyolarni yaratish mavzusidagi dissertatsiya ishining dolzarbligini, yaratilgan mavzuni qimmatli xo'jalik ko'rsatkichlari yuqoriligini, vaqt tomonidan qo'yilgan talablarga javob berishni hisobga olgan holda buni tasdiqlash mumkin. Talabgor Sodiqova Ozodaxon Hayotjon qizi esa 06.01.05 seleksiya o'quvchilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktor, PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Javob. Rahmat sizga kattakon dissertatsiya ishini ko'rganingiz uchun. Kamchilik to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizda birinchi va ikkinchi, uchinchi kamchiliklarimizni keyingi ishlarimizda inobatga olamiz. To'rtinchi kamchiligimizda hayot o'zini navdorligini oshirish bo'yicha ishlarni davom ettiramiz va keyingi ishlarimizda keltirilgan kamchiliklarni inobatga olib to'g'rilab ketamiz. Beshinchi, oltinchi kamchiliklarni ham keyingi ishlarimizda inobatga olamiz. Rahmat. Dalgaları, yine dalgaları geçtik. Vazifelerini yapalım. Zaten yaşlı. Onun için yaşlı takip ediyoruz. Bu farklı oluyor. Kim yöntemini tartışmak için. Projekte kalkınım. Ну, работа подробно актуальна. Ну, такая работа необходима, тем более, если ты хороший результат с тонком дает. Она выполнена все согласно требованиям ВАК, диссертация. Хорошо изложенная. Решаемая проблема, цель, задачи, верный методический подход, и все говорит о высокой квалификации. Специалисты, которого мы сегодня дослушали. Работа методически выдержана, ну, как я уже сказал, актуально, написано хорошим языком, реферат очень грамотно оформлен. Я считаю, что дистанционная работа соответствует требованиям ВАК, а диссертант достоин по своей юридической степени только этого. Спасибо. Я найду число. Профессор Рашидов. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Mana bugun talabgor yana bitta talabgor himoyaga chiqdilar. Juda ham yaxshi himoyani prezentatsiyalarni juda ham yaxshi gapirib berdilar. Hozir so'zga chiqqan opponentlarimiz tarafdan juda ham to'g'risida ilmiy ishlar to'g'risida bayon etib berishdi. Hammadan ham Saidg'ani aka hamma tomondan ham ilmiy ishlari, kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlari to'g'risida ham batafsil so'zlab berdilar. Mana hozir ham ishlari, Foziljon ham mana o'zlarini o'zlarida shu narsalarni, ilmiy ishlarini juda ham ochib berishdi. Bundan juda ham xursandmiz. Men o'ylaymanki, mana biza Viktor Avtonomovdan keyin dinastiya mana bo'lishi kerak edi. Mana to'g'ri, Hayotjonni ham bir nechta navlari bor, to'g'rimi? Endi jam ko'p navlari bor, bir nechta navlari bor. Men o'ylaymanki, mana bu ham davom ettiruvchi institutimizda yana bitta shunaqa sulola paydo bo'ldi deb o'ylayman. Bundan buyog'iga yana ko'p navlarni yaratishingizni, shu navlar ustida ishlashingizni juda ham istab qolaman. Hammani taklif etib qolardimki, aynan shu hozir ovoz berishinglarni, qo'llab-quvvatlashinglarni va olima ayollar qatoriga qo'shilishida men tilakdoshman. Tabriklayman. Rahmat. Yana kim bo'lyapti?
Bu hakkında içeriği var mı? Zoom'da katlaşanlar var mı? Mumkinmi domla? Assalomu alaykum, yana bir marta hurmatli kengash raisi, a'zolari. Albatta, kengash a'zolarining kayfiyati eshitiladigan dissertatsiyani darajasi va muallifni ma'ruzasi bilan belgilanar ekanda. Domla, ayniqsa tajribalisiz bilasiz. Bugun xuddi shunday bir kayfiyatni ko'taradigan bir dissertatsiyani eshitdik deb o'ylayman. Chunki juda katta hajmda ish qilingan, hajmiy jihatdan, ahamiyati jihatdan, mazmuni va yoritilishi jihatdan to'la talablarga javob beradi. Olingan dro'gaylar asosida g'o'zani hosildor, tola chiqimi, sifati, kasalliklarga chidamliligi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan dastlabki material bilan boyitilgan g'o'za seleksiyasi uchun dastlabki material sifatida. Bundan tashqari mana hayot navi yaratilgan. Muallifni o'zi esa juda katta hajmdagi ish bilan bajarish bilan birga shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, olingan natijalar sitologik jihatdan, genetik jihatdan, sitogenetik, endi bir-biri bilan bog'liq ravishda, hatto molekulyar genetika darajasidagi ma'lumotlar bilan asoslanganligi ishni dolzarbligini yanada oshiradi deb o'ylayman. Va kelajakda bu ishlarning davom ettirilishi natijasida Ozodaxon qizimiz juda katta natijalarga erishishi mumkin. Bundan tashqari bu qizimizni domla men sirtdan taniyman. O'tgan yili institutda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada maqolalarni qabul qilish va joylashtirish bo'yicha mas'ul etib tayinlangandi. Juda ham mas'uliyatini sezganman-da bu qizni. Qabul qilib, olib, uni joylashtirib, yana javobini aytib, shunday mas'uliyat bor ekan, kelajakda men o'ylayman juda katta natijalarga erishishga loyiq va bunday ishlarda men ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Yana kim bor? Muhokama ishlaydi. Bormi? Yo'q. Bundan eshitdik ama hakikaten ham aytish kerak. İş ko'p tarmoqli ish bo'ldi. Katta hajmda ish oladigan natijalari ilmiy tarafdan ham amaliyotga qaraganda amaliyot tarafga ham amaliyot yo'nalishiga ham rivojlanishiga asos kerak. Dissertatsiya. İlmiy tarafni boshqalar bor. Uning ishini biologiya nauka gapirib bo'ladi. Shunda ishni va shunda boshlaydigan bu ish seminarda juda katta yaxshi muhokama qilingan esimda. Har tugulsin. Bugun eshitsak abonentlar birinchi professorlar bilan xulosalardan kelib chiqsangiz savol javoblardan kelib chiqadi. Muhokama chiqqan ma'lumotlarni ko'raman. Sizde adada her işletiri şekiller yönelişi anıklanır. Bu gelecek. Çünkü işin birinci etabı, ikinci etabında yönelişlerden kalkıp işletiriye rejeler şanlarında tamamlandığı yerlerinde çözülse bu yakın bu katta bir nokta doktor dissertasi. Hanga biologiya faniga ham ancha yangilik kiritiladi. Qishloq xo'jalik yo'nalishdagi tarmoqlarda seleksiya ishlarida albatta bu o'zini o'rin topadi degan fikrdaman. Shuning uchun endi bu ishni ijobiy baholaymiz. Endi ijobiy baholash mumkinligida mana shu masalalarga kelgan holda vaqt talabi bo'yicha gerek. Şu felsefe doktoru olanını geliştirirken biz kaynağlardan değil mi? Ya o hava veriş kış şu şartında kendisi avcı bunu yapıp işlerden değil. İşlerden bunu işlerden işte şu saçlarını takarlar. Getir bunu tasvirleri yedir personelini
Kimlarni aytamiz? Rashidova, Kim? Rashidova, Amon Turdiyev, Aman Turdiyev, Rashidova, uchinchisiga Shuhrat, kimni? Ha, Dumdan ham belgilash mumkin deyapti. Dum tomonidan Qatnashadiganlar bormi ya? Mayli, mayli domla qatnashamiz. Ergash, professor Ergashmi? Bo'ldi, mayli, mayli. Xo'p. Rahmat uka. Marhamat. Endi marhamat, ishga tushing. Erkin keling. Elif degan.
Sof komissiyasining majlisning bayonnomasi bilan tanishtirishga ruxsat etasizlar. Saylangan komissiya tarkibi Rashidova, Ergashev, Tomon Turdiyev. Komissiya Sodiqova Ozodaxon Hayajon qiziga qishloq xo'jaligi falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 21 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 19 kishi, shu jumladan 6 kishi onlayn tarzda ishtirok etdi. 13 ta byulleten tarqatildi, 6 ta onlayn ovoz berdi. 8 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Ko'chada 13 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari Sodiqova Ozodaxon Hayajon qiziga qishloq xo'jaligi falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 19 ta 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Rashidova, komissiya a'zolari Ergashev, Tomon Turdiyev. Munosabatlar bilan protokolni tasdiqlashingiz kerak. Marhamat, iltimos, qarshi taraflar 100% tasdiqlandi. Endi sizlarga hammalariga tarqatilgan xulosalar bilan tanishgan bo'lsalaring, o'zlar fikrlaringizni bildiringlar. Marhamat. Bundan keyin Asos qilib olishlar. Asosiy olish kerak. Qo'shimchalar, o'zgarishlar, marhamat. Yozmalar Yozmalarni keyingi nimada Allah sen doğru diyorsun. Tavsiyenin tasnif bilgileri uluslar ortasında var. Demek dissertasyon neticelerinin hususiyetleri beraber. İkincisi dissertasyon neticelerinin yenilik derecesi 2. Dissertasyon neticelerinin kıymeti 3. Dördüncüsü dissertasyon mevzusunun ilmi tatbikat işleri cerrahının doğru 2. Ameli ahamiyetga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? 5.3. Oltinchisi, amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keyin foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6.1. To'g'rimi? Paspolyasyon so'raydi. Ayın faizlerinin tasdiqlandi. Bizda söz talabgorga ortiq hozirda so'z chekdi. Rahmat etaman hammaga. Qo'llab-quvvatlaganingizga uchun rahmat etaman. Eng katta rahmatimizni ustozim Namazov Shartman Ergashevga etaman. Mana bu sohaga olib kirib, bu sohada rivojlanishim uchun, bu sohada o'zimni ko'rsatishim uchun, bilim berganlari uchun, yo'nalish ko'rsatganlari uchun, kelajakda qanaqa kasbga ketishim to'g'risida yo'nalish ko'rsatganlari uchun ham juda ham katta rahmat etaman Namazov Shartman Ergashevga va shu yo'nalishda o'qib izlanishimda qo'llab-quvvatlagan oila a'zolarimga, shu yerda o'tirgan hammaga, bizani shu kollektivimiz, ustozlarimizga rahmat aytib qolaman hammaga. Opponentlarimga ham rahmat aytaman. Saya tak tahu apa yang jadi sebaca
qilsa takliflangan. Demak, paxta seleksiyasi urug'chilik va yetishtirish agrar texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qarori. Paxta seleksiyasi urug'chilik yetishtirish agrar texnologiya ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashda turli genealogiyaga ega g'o'zab o'ragaylari asosida qimmatli seleksiya ashyolarini yaratish mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasini himoya qilganligi asosida olingan natijalarning yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligi hamda ovoz berish natijalariga ko'ra Sodiqova Ozodaxon Hayotjon qiziga 06-01-05 seleksiya va urug'chilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi berilsin va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berish so'ralsin. Kengash raisi o'rinbosari Geologiya fanlari doktori professor Rahmonqulov, kengash ilmiy kotibi Xalifova. Endi mana birinchi masala gapimga yetdi. Ikkinchi masala bor. Sovetga dissertatsiyalar tushib, shuni qabul qilishimiz kerak. Sovetga kecha opani tashlab to'xtab qo'ygan. Keyingi masalada kengashimizga Tojikiston Respublikasidan kelib tushgan Karomatov tarafidan sharh etishni dissertatsiya ishi bo'yicha dissertatsiya ishini himoyaga qabul qilish, etash tashkilot va opponentlar tasdiqlash masalasi bor edi. Demak, ilmiy seminar quyidagilarni rasmiy opponentlar sifatida tavsiya qilishgan. Birinchi rasmiy opponent avtonom Viktor Aleksandrovich, doktor professor. Ikkinchi rasmiy opponent Temirbekova So'ruxan Xudoyberdiyevna, bular Rossiya fitopatologiya ilmiy tadqiqot instituti professori, biologiya fanlari doktori. Uchinchi rasmiy opponent Rahmonqulov Murat Saidakbarovich, Toshkent davlat agrar universiteti professori. Seminar ma'qul seminarga kelishdik. Seminarda ko'rib chiqdi. Etash tashkilot sifatida eksperimental biologiyasi. Ma'qulmi? Ma'qul. So'rab Nabiy bilan qatnashganida kelishganida qo'llab-quvvatladi. Bo'lmasam buni ham tashlab berish kerak ekan parlamentda. Bu ham сегодня был совет правильный, быстро прошел. Сегодня очень хорошо совет провели. Да, уложились во времени.